2017 O'zbekiston o'smirlar terma jamoasida to'p suradigan Murodov Amirxonning onasi bo'laman. Mana bugun jamoamiz Saudiya Arabistonida bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida birinchi o'rinni olib, yurtimizga o'sha kubokni olib kelishmoqda. Bundan juda ham xursandmiz. Butun O'zbekiston xalqini, yurtdoshlarimizni bu g'alaba bilan tabriklayman. Juda ham xursand bo'ldim. Ayniqsa bizni quvontirgan narsa bu bugun prezidentimizni o'sha yoshlarimizga yo'llagan tabriklardan juda ham boshimiz osmonga yetdi. Jamoamizga, futbol jamoamizga keyingi o'yinlarda ham omadlar tilab qolamiz. Xudo xohlasa jahon chempionatida ham mana shunday ishonchli o'yin ko'rsatib, g'alaba bilan qaytishlariga tilak bildirib qolamiz. Juda ham xursandmiz. Kechagi g'alabadan keyingi emotsiyalar qanday bo'ldi? Undan keyingi emotsiyalar tinmadik. Kechasi bilan to'g'risi ertalabgacha uyqum kelmadi. Uxlayman desam ham kelmadi. Chunki farzandimni shunaqa muvaffaqiyatidan onani uyqusi kelmas ekan, lekin yig'lab ko'rdim shunchalik. 9 kishi qolsa-da shunchalik ular harakat qilishdi, bolalar jon jahdi bilan kirishdi. Avvalam Allohim qo'lladi bularni. Shuncha nimalar bo'lishiga qaramasdan, lekin Alloh qo'lladi bolalarni. Hammasiga rahmat, minnatdorman xalqimizdan, duo qilganlardan. Prezidentimizga rahmat, yoshlarni shunaqa qo'llab-quvvatlaganlari uchun. Men Alif Asilbekning onasi bo'laman. Mana shu o'g'lim Osiyo chempionatida ishtirok etganidan nihoyatda faxrlanaman. Men o'g'limni shunday chiroyli gollarni urib, O'zbekiston bayrog'ini yuqori cho'qqiralarga ko'tarishiga o'z hissasini qo'shganidan minnatdorman. Kuchli hayajon bilan kechagi o'yinni ham ko'rdik. Hammamiz yig'lab, mahalla ahli ayollari birgalikda ko'rdik monitorda. Bolalarimiz nihoyatda mashaqqat bilan qo'lga kiritdi kubokni. Bular orqasida mana shu prezidentimizning duolari, prezidentimizni qo'llab-quvvatlashlari yotibdi deb o'ylayman. Rahmat prezidentimizga ham. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Bo'g'zi va muxlislarimiz. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi birinchi bo'limning o'zida 2 kishi kam bo'lib qolgan jamoamiz mardonavor, matonatli o'yin ko'rsatib, haqiqiy vatanparvarlik namoyish etib 2-0 hisobidagi g'alabani qo'lga kiritdi. Yangi O'zbekiston yoshlarining qanday kuchga ega ekanligini butun dunyo ko'rdi. O'zbekiston Respublikasi
bosh vaziri Abdulla Nigmatovich Aripovga. Shuningdek, martabali mehmonlarimizni ham sahnaga taklif etamiz. Muvaffaqiyatli ishtirok etib, yuksak sovrin Osiyo Kubogini qo'lga kiritganingiz bilan xalqimiz nomidan, o'z nomimdan, chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Sizlar kabi navqiron, azmu shijoatli, sizlar namoyon etgan yuksak mardlik va mahorat har qanday tahsinga sazovordir. Musobaqa yakuniga ko'ra 3 nafar iste'dodli va mohir sportchimiz yakka tartibdagi sovrinlar egasi bo'lgan. Baxt va zafar sizlarga doimo yor bo'lsin. Aziz farzandlarim, Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Abdukarimov Miraziz Erkin o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi a'zosi. Abdullayev Faridjon Nodir o'g'li, futbol bo'yicha O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi a'zosi. Abdumo'minov Azizbek Ikromjon o'g'li, futbol bo'yicha o'smirlar o'rtasida terma jamoasi a'zosi. Mahmudjonov Tilyorbek Sanjarbek o'g'li. Rustamov Jamshidbek. Hozir esa jamoamiz a'zolaridan mana shu mikrofon qarshisiga jamoa sardori Mo'minxon Bahodirxonovni taklif etamiz. Barchangizga rahmat. Hammaga assalomu alaykum. Bu g'alaba faqat bizniki emas, bu g'alaba butun yurtimizniki. Hammani tabriklab qolamiz. Albatta prezidentimizga, xalqimizga kattakon rahmat bizga shunchalik sharoitlar berishgani uchun va inshaalloh noyabrda o'tadigan jahon chempionatida vatanimizni, sha'nini himoya qilish uchun borimizni beramiz. Olg'a O'zbekiston, rahmat. Sahnaga Mo'minxon Bahodirxonovning otalari Isoxon Qamraxo'jayevni taklif etamiz. Hammamiz ota-onalar xursand bo'lamiz. Allohning ko'rsatganiga shukr. Bunga albatta rahbarimiz, O'zbekistonimizni, rahbarimiz ham katta hissalar bor. Albatta rahmatimizni aytamiz. Shu omad kelajakda farzandlarimiz jahon chempionatida ham shunaqa chiroyli o'yinlar ko'rsatib, yutuqlar bilan kelishligini tilaymiz. Omad borlarimizga. O'zbekiston doim bu qahramonlar, mardlar yurti bo'lgan. Buni yana bir marta futbolchilar Osiyo maydonida ko'rsatishdi. Albatta, keyingi maqsadlarimiz jahon maydonlarida O'zbekistonda sport qudratini namoyish etish hamda yurtimizga, xalqimizga doim shunaqa xursandchiliklar ulatish. Hammalariga rahmat. Men dunyoni nima Messi va jahon. Kim Qashqarni qildim aka, kim Nasoy tomonda, Jaloliddin Kurdistonda, Boburing Hindistonda, bu qanday yuz qaroli deb yotarlar Zimistonda. Ular bu shahada
esa osmonlarga g'irot bo'lib uchganman chambil yurtda alpomishga qiliq bo'lib Sevara Nazarxon katta rahmat g'alaba muborak bo'lsin O'zbekiston osmoni musaffo jannat makon ona diyorimizga ko'z tegmasin Jamoamiz a'zolarini maxsus avtobuslar kutib turibdi. Dastlabki taassurotlar haqida. Avvalambor assalomu alaykum. Taassurotlar zo'r, hayajon bor albatta. Hamyurtlarimizni g'alaba bilan tabriklaymiz. Prezidentimizga kattakon rahmat berayotgan sharoitlar uchun. Ishonchni oqladik degan umiddaman. Kechagi final uchrashuvida birinchi taymda ikkita qizil kartochkadan keyin tanaffus paytida murabbiyni qanday fikrlar bildirdi? U qanday motivatsion fikr bildirdiki, O'zbekiston ikkinchi taymda ajoyib o'yin ko'rsatib, g'alabani elib ketdi. U endi ichki muhit aytolmayman, lekin yaxshi ko'rsatmalar berdi trenерimiz. Ishonchni oqladik. Rahmat. Saudiya bilan ko'p o'ynaganmiz, 3-4 marta o'ynaganmiz, yaxshi natijalar bilan. Endi oxiri final baribir qiyin bo'ladi. Final o'zgarishi qiyinchiligi bor. Oldinda mana jahon chempionati kutib turibdi. Jahon chempionatiga tayyorgarlik qanday kechadi? Jahon chempionatiga Xudo xohlasa hamma narsani tugatganimizdan keyin o'ylaymiz aka. Mayli, rahmat. Ruhiyatimizni ko'tardi avvalo. Chiqamiz, shu bolalar uchun o'ynaymiz dedi. Yurtimiz uchun, o'zimiz uchun o'ynaymiz dedi. Ruhiyatimizni ko'tardi, motivatsiya berdi. Rahmat trenerimizga. Motivatsiya bo'lishi ikkita qizil bolalarimizga.